İşte mana betonni buzishdan boshladik. Shunga to'plik pol qilishimiz kerak. To'plik pol qilsak bo'yi past bo'lib qoladi. Obyektimizda ishlar davom etyapti. Mana endi hozir rekalarni qoqib, tevada patollar sug'urib tashladik. Xo'sh, montajlarni qilib oldik. Bir qator Ariston donli kir mashina, rakvina, mustaqil uchun unitaz, dushovoy. Hozir endi bir qator kanallar montajlar tugatib, stashga qo'yib, keyin gipsokarton tekstilni boshlaymiz. Bu yerdan eshik ochib berdik, uy ichidan kirgani. Eshiklarni ham chiroq o'rnatib, tekstillarni yopishtirib, montajlarni qilib bo'lganmiz. Xo'sh, stashkalar qo'yib, to'pli polga tayyor. Endi bo'lsa, to'pli pollarni qo'yishdan oldin ertaga patologni qilib olmoqchi edik. Patolog qilamiz desak, mo'sh tevalar ochiq ekan. Vassa bilan anaqasi ko'cha shepir tomonga ochiq ekan. Ikki qatordan g'ish qo'yib, o'sha orasini pelirab, chiroyli qilib yopib chiqdik. İşte o bir mışık kirib yoki shavada kirib sovuitmaslik uchun ishlarni mana bekitib oldik. Polni endi xudo xolasa mikroblarni qoqib yopib olamiz. Inshaalloh keyin navbat to'pli polga bo'ladi. Obyektimizda ish jarayoni avjida. Xo'sh, tekstillarni yopishtirib, ugallarni ham polni yopishtirib tugatib bo'ldik. Elektr montajlar hammasi bo'ldi. Integratorlar bilan ishlayapti. Xo'sh, endi navbat kafeliga keldi. Hozir mana shu zonamizni alohida bo'lib, bordyurni qo'yib oldik. Endi ichkarisidan kafel boshlayapmiz. Yoshlarga xulosa bir qator baho berasizlar. Xo'sh, bu yerda biz Ariston qo'yilgan 80 talik yo'nqisimiz suvda emas pastlik uchun nasos qo'yib berdik. Kichkinagina motochkalik. Bundan tashqari kirishda rakvina. Oynalar bilan xudo chiroyligina podsvetkalik. Xo'sh. Unitaz to'y oyoqdagi to'pli pol, nasos anaqasi qo'yilgan yo'q. Xo'sh, trapda rakvinadan to'kilgan suv va mustaqil uchun mustaqil tomondan hisoblanadi. Общий suv tushib ketish uchun bu dushovoy zonamiz. Dushovoy zonamizni perevodka bilan to'sib qo'ydik. 10 santimetrlik. Xo'sh, bu yerga ayna zakasi qilib qo'yganmiz. Bu yerda ayna to'siladi, polni eshigi bo'ladi. Ayna bilan to'silgan bo'ladi bu yer. Mana shu joyda shunday ayna zakasi qo'yilgan. No'risi bitta mana ishga tushsa bo'ladi, xudo xolasa. Gayna normalniy. O'g'lakam. Nasosimiz ovozi deyarli yo'q umuman. Unitazimizni litr qo'yib berganmiz, normal ishlayapti. Mustaqil uchun simsiz chiqarib qo'yganmiz. Fenlarigacha qo'yib berib, bitirib mana topshirib ketyapmiz endi. Mana shu holatda bo'ldi mana. Albatta oynaga kam, o yerda peregodkasi bor ayna edi, shu yerda zonamizni ortga o'rnatib qo'ysak, xudo xolasa ishlar bitdi. Bo'ldi, xo'p, sog' bo'linglar.